Assalomu alaykum, hurmatli Nur mebel obunachilar. Mana Xudo xolasa 3 xil rangda kapalak fasondagi ulovlarimiz tayyor bo'ldi. Hop, bir video obzorini olamiz. Bitta qora panteramiz ham bor, sotilgan bunisi. Bunisini oxirida video obzoriga beramiz. Hop, moloshnisi materiallari mo'shi, ustida ham materiallari mo'shi material. Hop, ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Kapalak fason, nimaga kapalak fason deb ko'pchilik so'rayapti. Telefon qilib yo o'zimizga aloqa chiqib, qo'l bo'lishini holatini ko'rishingiz mumkin. Kapalak deb shunisiga moslab turib kapalak fason deymiz. Kamzurlik ham deyishadi buni. Bunisini macharkalari ham, spinkani macharkalari ham qalin qo'yilgan. Suyanganda ham xudo xolasa yumshoq bo'ladi, miyahki bo'ladi. Orqalari ham mana ko'rishingiz mumkin. O'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Chokilari ham o'ta tekis holatda. Komplektida 70 ga 60 razmerda 3 ta taburetkasi, 4 ta polishi, jurnalniy stol ham bo'ladi. Jurnalniy stolning razmeri 275 ga 90 bo'ladi. Burchaklari 45 graduslik. Burchakda o'tirgan odam ham bemalol suyanib o'tirsa bo'laveradi. Mono minilarda o'tirgan vagonlar, bellarda o'tirgan odam burchakka to'g'ri kelib qolsa, burchakda ham suyanib o'tirishligi uchun 90 graduslik emas. 90 graduslik qilib tayyorlab beringlar desanglar, tayyorlab ham beraveramiz, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, orqalari o'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Qo'l bo'lishlari ham, dekorlari ham o'ziga mos. Oqqa ham bor. Karishniy jurnalniy stolli ham bor. Xudo xolasa, bu ulovimizning narxiga aytadigan bo'lsak, komplekt tushuntirish 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. O'ta chiroyli holatda bitgan, choklari ham o'ta tekis. Bemalol ishlarni ko'rib, solishtirib, bemalol xudo xolasa xizmat qiladi. Pampers prujini ham to'liq qilib qo'yilgan sidinalariga. O'ta baquvvat holatda xizmat qiladi, xudo xolasa. 22 plots machalka. Bu ulovimizning narxini aytdim, 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Olib borib o'rnatib beramiz. Ozgina zakalar tushirib berasizlar, 200-300 ming so'm. Qolganini uyga borgandan keyin ulovni ko'rib, hamma yo'g'ini tekshirib olib, qolgan pulni bersanglar bo'laveradi. Xudo xolasa. Qolgan pulni bersanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Hop, yana bittasi mana. Bunimiz teddy materialligimiz. Bunimiz ham kapalak fasonda. Materialda farqi bor, ko'rishingiz mumkin. Bundan bu materiallikdan oldin ham video obzorini olganman. Ugolovni o'zini. Jurnalniy stol yo'q edi uni. Ugolovda oldin o'zini obzorini oldik. Endi hozir komplekt qilib olyapmiz. Teddy materiallari dekorlarni karishtimay qilib ishlaganmiz, chunki bunga yiltira qilsak bunchalik aytmaydi ekan, chiroyli chiqmaydi ekan. Shuning uchun bagati bo'lib chiqish uchun karishtimaydan qilganmiz. Jurnalniy stollari ham karishtimay, 6 oyligidan qo'yilgan. 1 oy, 2 oy yo 1 yil ishlatgandan keyin cho'kib qolish, beleri varish, shunaqa narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa baquvvat holatda turadi. Razmerini aytadigan bo'lsak, 430 ga 230. Buni ham komplektida 3 ta taburetkasi, 4 ta bolishi bor. Bolishining rangi oq. Bolishni endi tikishyapti, xudo xolasa. Bunisinikini. Bu ulovimiz ham orqalari mana ko'rishingiz mumkin. O'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Dekorlari karishniy. Xudo xolasa taburetkalarining ham razmeri katta-katta. Ko'pchilik spanli bo'ladimi deb so'rayapti. Spanli bo'lmaydi, lekin jurnalniy stolni ham olib qo'yib turib, taburetkasini yaqinlashtirsanglar, bo'ylari teng holatda bo'ladi. Uch taburetkani yaqinlashtirib turib, bemalol spanli qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Yani haligi vaqtinchalik 1 kun, yarim kunga kelgan mehmon bo'lsa, qoladigan bo'lib qolgan bo'lsa, shu holatda joy qilib bersanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Hop, bu ulovimizning narxiga keladigan bo'lsak, 5 million 800 ming so'm bunisi. Hop, narxi nimaga 2 xil desanglar, buni materiallar teddy materialligi uchun qimmatroq. Tukli bo'ladi, super mo'shik. Bularimiz polomo'shik material, bularimiz super mo'shik. Artib tozalab bemalol yuvib ishlataverasizlar, xudo xolasa. Yana bitta minisini ochib qoldirganmiz. Chaklari ham o'ta tekis holatda tikilgan.
kamzurli deymiz, dinasini kamzurli qilib tikilgan. Oddiy chaklari ham joy-joyida, xudo xolisa. Narxi 5 million 800 ming so'm, vodiy bo'ylab dastavkasi bepul olib borib o'rnatib beramiz. Bunga ham mana shu 200 ming 300 ming zakalat tushirasizlar, qolganini o'g'il borgandan keyin ko'rib, qabul qilib olib, pulini bersanglar bo'laveradi. Hop, qora panteramiz. Bu golimiz Sharxonga, Saroy degan joyga sotilgan, zakaz qilgan akamiz Rossiyadan turib zakaz qildi. Xudo xolisa, zakalat tushirib berishlik ilojisi yo'q. Hozir uyga chiqarib yuborganman pulim degani uchun bir so'm zakalat olmadik, lavziga ishonib, xudo xolisa tayyorlab berdik. Ertaga xudo xolisa olib borib o'rnatgandan keyin ham bitta videoga olamiz. Bu gologimiz ham razmer 430 ga 230 o'nchab tanlamaydi. Hech qaysi gologimiz o'nchab tanlamaydi. Uyingiz to'rov burchagiga aylanib tushaveradi. Hop, bu qora panteramiz bu ko'rinishda ham, bu holatda ham terilaveradi bemalol. Uyingiz to'rov burchagida aylanib tushaveradi, xudo xolasa. Bu gologimiz ham orqalari o'zini materialida 100% sasna yog'och, pampers prujina. Bu gologimizni o'sha Qurbon hayitda qo'ygan videomizni ko'rib turib zakaz qilishdi. Qurbon hayitga ulgurmabmiz biz, lekin bitta tumba hadiyaga beravering deganligi uchun bitta tumbasini bonusiga qo'shib berdik, xudo xolisa. Hop, bu gologimiz ham narxini 5,5 million so'mga qo'yib berdik. Mana shu bitta taburetkasini bonusiga qo'shib berdik. Xudo xolisa, bu gologimiz ham jurnalniy stolning razmeri 275 ga 90. Hop, bu gologning razmeri 430 ga 230, 4 ta bolishi ham bor komplektda. Hop, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Aloqachi ko'rasizlar. Rossiyada turib, misol Telegram ishlamaydi deb ko'pchilik aytayapti. Telegram ishlamaganlarga WhatsApp, emailimiz ham bor. Telegramimiz ham bor. Xudo xolisa, shu nomerlarda yozaverasizlar, xudo xolisa. Chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. 200 ming 300 ming zakalat tashlaysizlar. Qolganini borgandan keyin bersanglar bo'laveradi. E'tiboringiz uchun rahmat, xudo xolisa. Telefon qilinglar, kutamiz. Nalijida turganimiz, bunimiz sotilgan, nalijida tayyor, menga srochniy golov kerak deganlar uchun bu teddiy materialligimiz mo'yshiy materialligimiz mana o'shanisidan tayyor bu. Srochniga kerak menga deganlar uchun, xudo xolisa. Telefon qilinglar, aloqa chiqinglar, xudo xolisa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.